Assalomu alaykum bizning kuzatib oluvchilar. Mana 5-6 kun oldin uстановка qilgan akvariumimizni videosi hali baliq solinmagan, lekin suvlari ideal zo'r holatda turibdi. Mana orqada dekoratsiya, 3D fonlari hammasini endi ko'rishingiz mumkin. Solinganda suv xiraydi. Mana akvariumimizdagi shoflari hammasi akkuratni bespuzir bo'lib chiqqan, suvni tinuvligini ko'rsanglar bo'ladi. Yondan qaraganda ham ideal turibdi. Buni hammasi mana shu filtr bajarib beryapti. E'tibor bersanglar, akvariumda hech qanaqa sim yoki ortiqcha bir narsalar osilib ko'rinayotganda, ayniqsa mana kompressor havo chiqazadiganni shlankalari ko'p akvariumchilar qo'yganda osilib yotadi. Buni ahamiyat bersanglar, bizda bunaqa narsalar yo'q. Dekoratsiyaga, boshqa narsalarga ham o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Stik shoflariga, oynani kelishlariga, yon tomondan qaraganda ham tepa kirishkalari ochilib yopiladigan har doimgidek. Kimga shunaqa akvariumlar kerak bo'lsa, Aqua Goldga murojaat qilinglar. Hammaga rahmat.